Assalomu alaykum, Adib Shows obunachilari, yaqinlar, qadrdonlar, omonmisizlar, tanajoninglar sog'mi? Ochig'ini aytsam, oxirgi video qo'yganim qachon edi, esimda ham yo'q. Даже kirishdan oldin ham qarab ko'rmayapman. Ancha bo'ldi video qo'ymay qo'yganimizga. Chunki bozorimizning vaqti anaqa bo'lib qoldi. Qorong'iga surilib qoldi. Bugun xudo xolasa bozorga ham chiqamiz, undan tashqari o'zimizning korxonamizda ishlab chiqarilayotgan ma'lum bir mahsulotlar sizlarga narx-navolar bilan tanishtirib o'tamiz. Mana bular hozir xudo xolasa zakazga tayyorlandi. Tayyor ketishga hozir egalari kelib olib ketishadi. U egasi kelib olib ketadigan narsa nima deb so'rasana, sizlarga ko'rsataman. Keling. Xo'p, bu eng prochniy oyoq kiyimlar hisoblanadi ayollar uchun, chunki bu litovoy quyma deyiladi. Ancha-munchaga taya ajrab boshqa bo'lib ketmaydi. Dizaynlari ham juda ham chiroyli. Eng katta ustunliklardan bittasi buni yengil, juda ham qulay oyoq kiyim. Razmeri 37 dan 41 gacha. Ichlari nachoslik qilib ishlangan, ya'ni o'zi hozirgi sezonga nihoyatda zo'r tushadi. Rasvetkalarni ko'rib turibsizlar, mana. Rasvetkalar juda ham go'zal. Sizlarning didinglarga qarab turib ham rasvetkasini o'zgartirish qilib berilaveradi. Narxi ko'pchilik uchun eng qiziq bo'lgan narsa. Narxi 45 ming so'm. Juda ham katta kolleksiyada olaman deganlarga 1,5 so'm plus minus qilamiz. Bilasizlar, Optimda unaqa katta o't berilmaydi. Shuning uchun shuni hisobini qilib pastki raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bu o'zimizni korxonamizda ishlab chiqarilyapti. Mana o'sha chiqarilayotgan joydan, ya'ni bir vitrina qilmasdan sizlarga aloqaga chiqyapmiz. Mana shunga o'xshagan korobkalarga chiroyli qilib joylab yetkazib berishlikka harakat qilamiz. Narxini aytdim, rasvetkasini o'zlaringiz tanlashlari mumkin. Padojni rangini ham o'zgartirib ham beramiz. Bu ham bo'ladi. Hozir endi padojga hamma narsalarimiz tushganligi uchun shunaqa qilinyapti. Manzilni ko'pchilik so'raydi. Rosa joyiga kelib qolganim uchun manzilni aytib o'taman, ko'rsatib o'taman sizlarga mana. Shunda kamerani chiqaringda, hozir hisob berib. O'sha Satkayda kirugi, Satkay tomon yurganlaringda Chastrop arasida Adib Shows kelaverasizlar. Undan tashqari endi aytdim-ku, anchadan beri video qilganimiz yo'q. Eslatma bo'lib qoladi. Hunarmandlar ko'rayotgan bo'lsa, padoj temasi bo'yicha bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Yana bitta narsa aytish esimdan chiqib qolibdi. Litovoylarga zakaz berish bexijolat, katta kolleksiyada ham inshaalloh sizlarni anaqalarni, obyomlarni yopib beriladi. Chunki bu litovoyi akka borib, bakka kelib quyilmaydi. O'zimizning korxonada quyiladi. Agarda mana shu dizayn yoqib qolsa hunarmandlarimizga buni quyib ham beraverasizlar. Hozir hali bir qizg'anadigan model bo'lsa, bu qizg'anadigan model bo'lsa, kamerachimiz o'zi nima qiladi, ijod qiladi mana shu. Xullas, yaqinlar video yoqqan bo'lsa, like bilan qo'llab-quvvatlab, ya'ni obuv biznesi bilan shug'ullanadigan yaqinlar yuborib qo'yinglar. O'ylaymanki, foydali bo'ladi. Ochig'ini aytsam, o'zimning dardim ham aytib olay. Ko'pchilik bizni boshlagan ishimizdan minnatdor bo'lib, ko'chada ko'rganda aytib, telefon qilib aytgandan juda ham xursandmiz. Sizlardan ham iliq zo'r bir yaxshi kommentariy kutib qolamiz. Joninglar sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha.